Savollar ko'p. Konsert zalida kulgi ulashayotgan inson ich-ichidan yig'lab tursa-chi? Bu sahna ortidagi hayot. Bu Shukrullo Isroilov. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Xabar Bum. Bugun biz o'zbek san'at olamida so'z ustasi sifatida tanilgan, ammo hayoti oson kechmagan inson haqida gapiramiz. 14-yanvar Shukrullo Isroilov 56 yoshni qarshiladi. Bu sana faqat tug'ilgan kun emas. Bu og'ir bolalik, mehnat, sabr va sinovlar bilan to'lgan hayot yo'lining navbatdagi bosqichi. Shukrullo Isroilov 1970-yil 14-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'z ismi bilan bog'liq voqeani ko'p bor hazil bilan eslaydi. Onasining aytishicha, tug'ruq juda og'ir kechgan. Doyalar shukur qutuldik degan ekan. Shunda bolaning ismi Shukrulloh bo'lgan. Lekin hayot unga ilk sinovni juda erta berdi. U 2 yoshga to'lmay otasidan ayrildi. Onasi esa yakka o'zi 2 farzandni boqishga majbur bo'ldi. Onasi Novomoskovskiy shifoxonasida 45 yil ishlagan. Shifokor bo'lishni orzu qilgan. Bolasini ham shu yo'lda ko'rmoqchi bo'lgan. Ammo hayot yana boshqacha qaror chiqardi. Shukrullo bolaligidanoq ishlashga majbur bo'ldi. Maktab formasi yaroqsiz bo'lgunicha kiyildi. Daftar, kitob olish uchun yozgi ta'tillarda zavodlarda ishladi. 7-sinfdan boshlab limonad zavodida yashik tashidi. Kunlik mehnat 90 so'm. Bu pul katta boylik emas edi, lekin u paytda bu oila uchun najot edi. Maktabni tugatgach, onasining xohishi bilan tibbiyot institutiga hujjat topshirdi. Biroq 5 ball yetishmadi, qabul qilinmadi. Shunda onasi uni 15-shahar kasalxonasiga sanitar qilib joylashtirdi. U yerda bir necha oy ishladi. Keyin esa yana og'ir qaror qabul qildi. Ko'proq pul topish uchun o'likxonada ishlashga majbur bo'ldi. Bu ishni u hech qachon faxr bilan aytmaydi, lekin bu haqiqat. Pul topaman, onamga yordam beraman degan niyat uni ushlab turgan. Keyinchalik u O'zbekiston televideniyasiga ishga kirdi. 1 yil davomida maosh olmasdan ishladi. Shuncha vaqt sabr qildi, chunki u bir narsani istardi: tanilishni. Odamlar bir kun Mirza kelyapti, Obid kelyapti degandek, men haqimda ham aytsin deb orzu qilardi. Bu orzu osonlikcha amalga oshmadi. Lekin u to'xtamadi. Onasi nogiron edi. Oyoqlarini sudrab yurardi. Bir kuni bozordan og'ir yuk bilan kelayotganida yiqilib tushganini ko'rdi. O'sha paytda u o'z-o'ziga so'z berdi. Men ishlayman. Men onamni qiynatmayman. Birinchi maoshiga chang yutgich olib berdi. Uy ishlarini qildi. Gazlarni yug'di. Hovlini supurdi. Onasi kechalari navbatchilikka qolar, lekin shu ahvolida ham bolalarining sunnat to'yini qilib, odamlarga osh bergan. Bu Shukrullo Isroilovni tarbiyalagan ayol edi. U turmush o'rtog'i bilan jamoat transportida tanishdi. Ayoli undan 10 yosh katta. Ilk uchrashuv hazil bilan boshlangan, lekin hayotga aylangan. Qiyin paytlarda ham u ayol uni yolg'iz qoldirmadi. San'atning boshida to'ylar bo'lmagan paytlar, pul yo'q, ish yo'q. Shunda ham u ayol ota uyidan oziq-ovqat olib kelib, oilasini saqladi. Bugun Shukrullo buni minnatdorlik bilan eslaydi. 2015-yil uning hayotida yana bir og'ir kun. Onasi 27-mart kuni 80 yoshida vafot etdi. Shukrullo o'sha paytda Buxoroda to'yda edi. Janoza kuni esa u sahnaga chiqdi. Chiptalar sotilgan. Konsert bekor qilinmadi. U esa sahnada kuldirdi. Ich-ichidan esa yig'ladi. Konsert oxirida ustozi Shukrullo bugun onasidan ayrildi, lekin sizlarni hurmat qilib sahnaga chiqdi degan paytda butun zal qo'l chaldi. Bu san'atkorning og'ir burchi edi. U o'z orzularini ham eslaydi. Yoshlikda Ozodbek Nazarbekov bilan osmonga qarab yotib, biz ham bir kun katta bo'larmikinmiz degan kunlar bo'lgan. Vaqt o'tdi. Bu orzular ro'yobga chiqdi. Bugun Shukrullo Isroilov uy-joyli, oilaviy, xalq orasida tanilgan inson. Lekin bu oson kelmadi. Bu hayot mehnat, sabr va shukur bilan qurildi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Sahna ortidagi bu hayotni har kim ham ko'tara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Biz bilan qoling. Xabar BOOM!